Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Qo'shiqchi Shahnoza Otaboyevaning litsenziyasi olib qo'yilgani haqida mish-mishlar tarqaldi. Ushbu dasturimizda bu mish-mishlarga oydinlik kiritamiz. Litsenziyat Shahnoza Otaboyeva bilan tuzilgan litsenziya bitimining 4, 2 va 5 bandida nazarda tutilgan talablar va shartlar bir marta qo'pol ravishda buzilganligi sababli ushbu xonanda nomiga berilgan litsenziyaning amal qilishi faoliyatning ayrim turlari litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 23-moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015-yil 9-dekabrdagi 354-son qarori bilan tasdiqlangan nizomning 17-bandiga asosan 2017-yil 1-iyundan tugatilishini ma'lum qilamiz. Vatanga xizmat qilish mas'uliyati bizni tark etmasin, deb yozilgan. Mazkur holat yuzasidan quyidagilarni aniqladik. Ma'lum bo'lishicha, Jizzaxda o'tkazilgan Barkamol avlod davlat tadbirini boshida Shahnoza Otaboyeva vodiylarni yayov kezganda qo'shiq bilan ochib berishi ko'zda tutilgan va hatto repetitsiyalarda ham qatnashgan. Biroq tadbir kuni to'y xizmatlariga ketib qolgan. Xalq artistlaridan tortib bir qancha xizmat ko'rsatgan xonandalar esa shu kunlar barcha to'y xizmatlarini bekor qilib, ushbu davlat tadbirida band bo'lishgan. Yuqoridagi rasmiy xabar e'lon qilingach, Shahnoza Otaboyevaning Instagramdagi rasmiy sahifasida san'atni qiyinchiliklarga bardosh ber Allohim izohi bilan suratga ko'rib turganingizdek yuqoridagi vaziyat yuzasidan tushuntirish xati surati joylandi. Bugungi va aynan rasmiy xabar chiqqan sanada yozilgan tushuntirish xati O'zbek konsert estrada birlashmasining hozirgi yangi rahbari A. Haydarovga bitilganligi ko'rinib turibdi. Bu xat rasmiy xabardan keyin bitildimi yoki avvalroq va u yetkazilganmi noaniq. Ammo unda xonanda ushbu holat yuzasidan voqeani tushuntirishga harakat qilgan. Portalga yozaman deb qo'rqitish urfga kirgan ko'rinadi chog'i va bu xonanda voqeasida o'z samarasini bergan ko'rinadi. Balki bu oddiy lafz va mas'uliyatdir. Bu tarafdan esa burch va majburiyat tursa. Xullas, xonanda Shahnoza Otaboyeva biroz vaqt o'tmay bu tushuntirish xati suratini o'z sahifasidan o'chirib tashladi. Nihol mukofoti sovrindori xushovoz xonanda Shahnoza Otaboyevani o'zi yozganidek san'atning bu qiyinchiligidan tezroq va osonroq o'tib olishi tilakdoshimiz. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun muhimdir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.